hurmatli obunachilar, mana endi oxirida bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga mana toza hisobli zotga mana so'lig'imiz chiqdi. Maşallah, bittadan like bosib qo'ysalar akalar. Bunisi o'zgachasi bo'ladi akalar. Tavsiya qilib aka, uchovini hech bir bo'g'ozi-yu, bolaligi-yu bir joyga. Xo'p, so'mga bo'lsa 13 million. 13 million. Qog'ozga bo'lsa $1000. $1000. To'ppa-to'g'ri 4 dan ekan ta-aka. Yo'q, Abdullo. Keling oldi qo'sh chiqmaydi, to'ppa-to'g'ri 4 milliondan aka. Nima Abdullo? Mana hali 11 so'ra, 11 ham so'ra, pas so'ramay aka. Bashir qo'chqori bunisi. Ha, bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq Abdullo. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Bu bir hafta 10 kunlik Abdullo. 10 kunlik atrofida. Bir hafta 10 kunlik Abdullo. Xo'p, yoshi necha yosh enasini aka? Ko'rsatib ham qo'yaveraylik mana. O'zlar ko'rib olishaversin mana. Mana, realni 460 ga o'tyapti-kan. 600 ga o'tibdi. Uy mana 460 ga o'tyapti. Ikkinchi yoki da uchinchi bolasi bo'lishi mumkin. Lekin avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuni yakshanba 13-aprel 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda oldidan o'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan mahalladan istak va talablarga binoan o'sha arzonchi bola Qambarali optimchi akamiz xonadoniga kelamiz. Qambaraga hormay aka. Salomat bo'ling Abdullo. Qalaysiz? Salomat bo'lasiz? Obunachilarga ham. Obunachilarga Simsaga. Xo'p, necha partiya qo'yib bor bugun videomizga? 4 partiya video qilamiz Abdullo. 4 partiya qo'yib chiqaramiz. Kechagilar tugadimi aka? Ha, kechagilar sotdik xudoga. Yangi partiyalar keldi aka. Ha. Biza gapda avvalo nasib, hali videomiz hozir ko'pchilik ko'rinmagan bo'lmaydi. U prosmotr jicha oz o'tdi-yu, lekin barakali bo'lib, oladigandan ko'ra sotiladi. Ha, va manuflar bor-ku. Shu yomon talash bo'ldi. Video chiqishiga nima baliqchilik bitta tog'a Rossiyada turib, Moskvada turib oldilar. Video ko'rayotganimizlar bitta like bosib qo'ysalar, kommentariyaga yozib qo'ying. O'tgan safar ham birinchi Romanov qo'ylar sotilgan. Ha, birinchi bo'lib Romanovlar sotiladi. O'zi har safar Romanov qo'ylarni topib kelib tursangiz bo'lar-ku. Ha. Akalar mana. Bu safar yo'q-u, lekin o'zi olsa kelib qolsa, kelib qoladi. Nomerlar saqlab qo'ysalar, telefon qilsalar kelib qolsa. Bu safar o'ta noyoblar, hammasi yosh qo'ylar. Birinchi, ikkinchi to'g'ri. Necha partiya qo'yib chiqaramiz deydi? 4 partiya, Abdullo. 4 partiya qo'yib chiqaramiz. Akalar qo'ylarni o'zim ko'rdim. Vobshe videoni umuman o'tkazmay ko'ringlar. Qo'ylarni vashi konkretlari kelibdi. Egizachi so'raganlar, egizachi, hisori qo'y so'raganlarga toza simjon hisorilardan kelgan. Video davomida o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bittadan like, kommentariya, qanaqa sizlar ko'p kutmay holatda video syomkalarimizni boshladik. Qadrdonlar, bo'lmasa videolarimizni boshlaverdik. Xo'p, hozirda ko'rib turgan qo'ylaring ikkovi ham ona bola. Bularning yoshlari qanaqa endi ham birinchi? Yoshlari birinchi, ikkinchi tug'ishi Abdullo. Birinchi, ikkinchi tug'ishi. Mashina bola. Ha, mana shu qo'chqor bolali Abdullo. Bolasi qo'chqor. Uji bolasi ham o'ziga yetib qolibdi. Ha, o'ziga yetib qolgan. Nariginiki sog'liq. Nariginiki sog'liq. Mana Abdullo shpasimi aka? Ishlarni ham ko'rsataylik. Bo'ldi, realni bo'laversin. Ha. Mashalloh, mana ikki tish ekan-a, ikki tishdan endi o'tyapti shu yerga. Mana. Bu ikki tish ekan mana. Bu ikki tish. Bu nimchoq Abdullo. Bu endi Nobodo qo'zirida tuqqan bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa, ikkovi ham birinchisi bo'ladi. Ha, ikkovi ham birinchisi. Lekin yoshlari bemalol, bexijolat, tishlari 4 yoshga to'ldirmagan qo'ylar mana. 2 yashar qo'y, mana bunisi 2 yashardan o'tyapti narigisi. Mana uni bolasi qo'chqormi buniki? Ha, buniki qo'chqor. Buniki qo'chqor, buniki sog'liq ekan. Ikkovi bir qo'yga bitta yurgan qo'ylar Abdullo. Bir xora ikkovi. Ikkovi ham bir xora. Yeb ishlari yaxshi aka. Yeb ishlari sinaldi, bexijolat. Bexijolat. Bolalari necha oylik bo'ldi? Bolalari shu 2 oy, 2,5 oylikda Abdullo. 2,5 oylik, 5 oylik ajratilgan qo'zini damini beradi. Ha, shunday. Badani ham, sifati ham zo'r qo'ylar. Yapti ochig'i mana shunday qo'zlarni ajratib turib, ajratilgan 5 oylik, 4 oylik bo'lyapti-da. Ha. Bular hali hozir ham emib yurgan bo'lsa, ama qoyil. Emib yuribdi, ham yem ham yeyapti Abdullo, bolalar. Yem ham yeyapti degan do'stlar, mana yaxshi qolaveramiz, mana mehmonlar ham keldi. Ozgina pauza qilib turamiz. Necha pul Qambaraga pulini gapirib qo'yray aka? Abdullo buni 13 milliondan kelishtirib beramiz. 13 milliondan. Ha. 13 millionga baland basma 6,5 dan. Ikkovi ham qo'chqor bo'lganda so'ramas edim menga. Yo'q, endi bitta qo'chqor, bitta sog'liq, yosh qo'ylar, ena ham toza qo'ylar Abdullo. Bexijolat. 6 dan to'ppa-to'g'ri. Xaridorlar ham keldi. Kelinglar to'g'ri. 12 million. Yo'q, Abdullo 12 ga hisob chiqmaydi Abdullo. Ziyon qilmasiz aka. Xo'p. Qarang Abdullo, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman. 12 million 500 ga yetkazib beraman Abdullo. 12 million. Vodiy bo'ylab bo'lsa yaqin atrofga o't berasiz puldan. Chicha xabarini qilib beraman Abdullo. Bor aka mana akalar. 12 million 500 ming so'mga dastavkasi Toshkentgacha yetkazib beriladi.
Hop, vodiy bo'ylab shu yaqin atrofdan bo'linsa, pulidan o'tadigan joyi bor. Ikkovi ham birinchi tug'ish bittasini bolasi Qo'chqor, bittasini So'liq. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, bo'lsa bular kirgizamiz. Xaridorlar mana kelishdi, boshlashdi. Klientlar bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'ylar olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana egizakchilar ham kamayib ketdi. Egizak qo'ylardan mana chiqaryapmiz, xohlasa. Bolalari nima ekan buni? Bolalari bitta Qo'chqor, bitta So'liq Abdullo. Bitta Qo'chqor, bitta So'liq. Armoni yo'g'idan mana egizakni chiroqligidan so'raganlarga mana muhimi yosh aka. Muhimi yosh Abdullo, mana bolalarni ko'rsating mana. Abdullo Moqaven janavorlari. Ikki dumba, yorma dumbalaridan mana mashalloh. Beli bilan bir xil dumbasi. Qo'zilar ekan, raketa dumba ekan aka. Ha. Bashirsiz Qo'chqor bunisi? Ha, bunisi Qo'chqor, bunisi So'liq Abdullo. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Bu bir hafta 10 kunlik Abdullo. 10 kunlik atrofida. Bir hafta 10 kunlik Abdullo. Hop, yoshi necha yosh enasini aka? Ko'rsatib ham qo'yavering mana, o'zlari ko'rib olishsin mana. Mana, realni 460 ga o'tyapti. 6 ga o'tibdi. Mana 460 ga o'tyapti. Ikkinchi yoki uchinchi bolasi bo'lishi mumkin. Lekin tishlari ko'rdilar, tishlari yosh. Bexajor hali 5-6 marta bemalol bolasini olsalar ham bo'laveradi akalar. Hop, bo'ylarni aytib o'tib ketaylik. Bo'ylari 80 dan yo'verdi. Bundan oldin chiqargan qo'ylarimiz 80 plus. Xohlasa. Hop, buni aka endi yedishlari qanaqa ekan? Sinaldi Abdullo, behijolat qo'ylar. Behijolat sinaldi. Mana egizak so'ragan tanishlarga bu yerga topayli egizakchini chiroqlisi. Narxi nechi pul aka? Xo'p, narxi Abdullo 8,5 dan kelishtirib beramiz. 8,5 dan kelishtirib berasiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabki bor, yana Samarqandgacha qilib beraman. To'ppa-to'g'ri 8 qilib beringlar, shunday. Samarqanddan ko'pchilik so'rayapti. telefon qilib so'rashyapti, egizakchi bormi? To'ppa-to'g'ri 8 million ekan. Aka, keling. 500 ming arzon qo'yaman bugun siz aka o'zingiz. Bo'pti, vodiy bo'ylab Samarqandga dastlabkasini kelishamiz. Bor aka akalar mana 8 million so'mga. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ha, Toshkentgacha. Toshkentgacha 8 million so'm. Bolalari Qo'chqor So'liq egizak so'raganlarga ikkita bolani boqib, o'zi ham arg'ilab ketmagan 6 yashar 3-bolasi egizakchi qo'ylarimiz akalar mana. Bitta Qo'chqor, bitta So'liq. Narxi 8 million so'm dastlabkasi Toshkentgacha. Hali 3-chi deb peyishimiz maqsad, hali ikkinchisi bo'lishi mumkin, uchinchisi uzog'ini olib aytaveramiz. Ha, bir xilga odam 3-chisi deydi, bir xilga qo'y bilgan odam 2-chi tug'ishi deydi, misolda. Uzog'i 3-chisi. Ha, uzog'i 3-chisi. Do'stlar, tavsiya qilib qolamiz. Bo'lmasa videoni cho'zmaylik, vaqtlarni hurmat qilgan holatda bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'yib olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda bo'g'oz va hamda bolali variantlaridan chiqdi. Naqdlaridan so'raganlarga, naqdlaridan. Xo'p, bittasi uji mana tug'ibdi. Ha, bittasi tug'di Abdullo. Necha kunlik bo'ldi bolasi? 3 kunlik bola. 3 kunlik. Hali kindiga tushgan yo'q mana, Abdullo. Hali kindiga tushmadi. So'liqchami, Qo'chqorchami? So'liq tug'di. So'liq. Mashina bolasi? Ha, ashina bolasi Abdullo. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Shuni ham ko'rsatib qo'yaylik buni. Bo'ldi. Bari yoshlari kelibdi bugun aka. Hammasi yosh. Yosh qo'ylar kelibdi mana. Xudo xolasa akalar. Abdullo. Ham tavsiya qilib qo'yamiz. Mashalloh. Qo'zichoq aka mana. Qo'zichoq hali. Bular ham asha Abdullo. Bular necha yoshda? Bular ham to'g'li. Bular ham qo'ziba. Ha, qo'zi. Bular ham birinchi tug'ish. Ha, birinchi tug'ish bular ham Abdullo. Mana unisi jichcha 5-10 kun oxirrog'ida tug'adi anu kashdan. Ha. Lekin yeli topolgan. Ha, mana yelini ham ko'rsatib qo'yaylik Abdullo. Ha, o'sha yeli aniq bo'lib qolibdi bu qo'y. Aniq, ha. Narigisi-ku aniq. Ha, unisi mana baholisi-ku. Hali egasi junini olibdi, narigilarga ulgurmasdan olib keldim-da Abdullo. Akalar mana yosh qo'y so'raganlarga ona bola birinchi tug'ishlaridan keldi. Buni bolasi So'liq, mana ikkovi bo'g'oz birinchisi inshaalloh. Qiziqqanlar Xo'p. Hambar aka qiynab orziga qo'ylar. Nechta puli? Adada qo'ydi. Ha. Katta qo'ylar, chas qo'ylar, ha. Qo'ychini qo'y Abdullo, hazil qo'ylar bas. Yaxshi qo'ylar, yaxshi qo'ylar, ha. Yoshlari ham yosh, o'zi ham, so'ti ham toza. Qani kallalarga ham ahamiyat qiling-da. Tetik qo'zilar, yana nima edi? Qo'y sog'lomligi kallasidan bilib olsa bo'ladi deydi-yu. Rangi toza qo'ylar. Shunchalar turib qo'yiladi akalar mana. Qaranglar, o'zlari xolis baho. Kim olsa ham baraka topadi. Yaxshi qo'ylar Abdullo. Xo'p, aka, uchovi necha pul? Bo'g'ozi-yu, bolaligiyu bir joyga. Xo'p, so'mga bo'lsa 13 million. 13 million. Qog'ozga bo'lsa 1000 dollar. 1000 dollar. 13 million, 4 million oshib bo'ladi, to'g'rimi? 4,5 salkam. 4,5dan jichcha pastroq bo'ladi Abdullo. To'ppa-to'g'ri 4 dan ekan, aka. Yo'q, Abdullo. Keling, oldi qo'shib qilmaylik, to'ppa-to'g'ri 4 milliondan, aka. Shu bo'ladi, nima Abdullo? Hali 11 so'ra, 11 ham so'ra, pas so'ramay aka.
bozor narxlarini Abdullo qarang, bo'pti, gapni eshiting mana obunachilar uchun. 12 million 500 ga beraman Abdullo. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha Abdullo. Shunda 4,5 million 8 million bo'ladi. Yaxshini aka keling. 12 million qilaylik. Optimaga bir joyga aka. Hammalarga bor aka. 12 millionga bor aka bir joyga aka. Yengil baraga bering, xiyilishmasin, xursandchilik. Biza keldi ketdi narsa aka. Ziyo qilmayotgan bo'lsa, oldiga yurayotgan bo'lsa bor aka. Oldiga yuryapman. Bor aka, bo'lmasa nimaga o'ylanasiz? Abdullo bo'ldi. 12 millionga berdim, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ammo Abdullo bozorda ham, boshqa joyda ham solishtirish olsin, bozordan ham arzon beryapman. Gap yo'q. Barakasini yashayavering mana aka. 12 million. 12 million so'mga 3 ta. Deyarli naqd bo'ladi degan gap. Abdullo ikkovi bir g'ozini olamiz deysa, 7,5 million. 7,5 million. 4,5 million bolalik. 4,5 million bolalik. Optimiga 12 million. Optimiga 12 million. Gap yo'q aka. Mana qiziqarlar xohlasalar ona-bola olinglar, xohlasalar bo'g'izlarni olinglar. Nomerlar pastda bo'ladi, aloqaga chiqib qolasizlar, bo'lsa bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'yib olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi oxirida bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga mana toza hisobli zotga mana so'lig'imiz chiqdi. Mashalloh, bittadan laykni bosib qo'yasalar akalar. Bunisi o'zgachasi bo'ladi akalar, mana qaranglar. Tavsiya qilib qolamiz. Qamar aka, bu qayerdan topdingiz buni aka? Noyoblarni topganlik. Go'zalik aka. Bu aka endi bo'g'ozmi, qisirmi bu so'lig'imi? Yo'q, qochmagan Abdullo. Qochmay qolgan, ha? Qochmay qolgan. Qo'chqorni bitta zo'ridan olib qo'shib qo'yasizlar bunga akalar mana. Toshlarini, qo'shish kerak. tunlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar mana. Quloqlarni kelligini qaranglar akalar, mana qaranglar. Qulog'i 19 Abdullo. Qulog'i 19. Bo'ylari 90 gacha. 90 ga yaqin. 95 90 ga yaqin Abdullo. 90 ga yaqin. Qo'y nihoyatda katta qo'y akalar mana. Muhimi toni toza. Toza. Hamma yo'q kelganda. Xo'p, aka, buni endi yosh qanaqa yoshi? Yoshi 2 tishmikan yo 4 tishmikan? Tishni ochib qo'yamiz, ha? Ochaylik mana, o'zlari ko'rsataveraylik. 2 tishda 4 tish o'tyapti yana o'sha yonida, mana. 5 ekan, qo'ydi o'ziga ham 5 ekan, 5 bahosi ham bor ekan. Ajratib qo'ygan shekilli cho'poni. Cho'pon ajratib. Yoshligidan bilishadi, qo'yda qanaqa bo'lishini ular. Mana bu nimasi? Qara, sakrab ketadi. Oti ekan mana qo'yda akalar. Qo'yda otidan so'raganlarga bu qo'chqor emas, so'g'liq. So'g'liq Abdullo. Ammo qochmay qolgan ekan. Shunisi bor, tavsiya. Davni oqtab yurganlarga Abdullo. Daridan olaman deganlarga haqiqatan. Aqa yurmayapti-da. Qo'yda akalar qaranglar. Mana endi yursin. Shuni ko'ringlar o'zlaring. Evet. Bakkani qo'yib qo'y o'zimdek ushlab ko'rsatsangiz ham bo'laverar ekan aka. O'z oyoq qo'llarni bitta ko'ringlar o'zlaring akalar mana. Hosh. Qadrdonlar, bittadan shuni joyiga like bosib qo'ymasalar bo'lmaydi. Hali bu endi elitning hisoblarga ham kiraveradi-da aka, xohlasa. Ha, seleksionerlar ham ko'rsin, biladi qanaqaligini. Zotini aka. Zotini. Tushunishadi bu qo'yda. Qanaqaligini bilishadi. Xudo xolasa qo'y qilib olaman deganlarga tavsiya qilib qolaveradi. Olaylikda. Janovar. Xo'p, Qamar aka. Baquvvat qo'y. Bo'ldi, endi qo'yda qiynamay aka, o'zi bitta ko'rgan odam biladi. Eshitmay turib telefon qilishadi. Shu Abdullo. Narxi necha pul deyiladi. Xo'p, o'shalarga qancha qilib beramiz aka buni ishqivoziga? Abdullo ishqivoziga olaman degan odamga uzul kelsalar. Misol bir xilga odam 1,5 deydi-da. Misol. Men unaqa demayman, yengil keldi, yengil qo'yaman Abdullo. Xo'p aka. Xo'p. Buni Abdullo uzul kelsalar. 600 dollarga beraman. 600 dollarga. Toza sora so'ra. Sora aka bu endi toza. Sora, toza. Sora toza akalar mana 600 dollarga beraman deyaptilar. 2 tishda endi 4 yashariga o'tyapti. Bu qo'y oldin tuqqanmi, tug'maganmi? Yo'q, tuqqan. Bir marta tuqqan. Bir marta tuqqan. Bitta tuqqan dedi. Sizga qochmay qolibdi hali akalar. Qochmay qoldi dedi. Zo'ridan bo'lsa qo'shmasalaring, mikrofonda haq olasiz endi. O'zi bo'yningizgacha boryapti kallasi buni. Qo'y kuchli qo'y Abdullo. Qo'y haqiqatan. Olisdan olib boqishda maza qilishadi qo'y, kuchli qo'y. Aka, buni yo'lini qilib berarsiz endi. Biz misol uchun bu yo'nalishingiz aka, bu sizda olib shunaqa yo'q. Endi menga ham bir 3 hafta oldi, men ham yengil qo'yyapman. Baland qo'yganim yo'q Abdullo. Buni. Misol. Xo'p, haqiqatan yaxshi, yomon emas aka. Bu qo'yni to'g'risi aka, narxini chiqarishi men hali yoshman-da, bunaqa qo'ylar bilmayman aka, to'g'ri, gap ochiq. Ya, men ham to'g'ri gap, bilib olmayman. U bu kuni olman. Ishimiz aka, oldi sotishda. Shu, tavbachilik.
Xo'p, aka o'tib berasiz telefon qilganga. Jinde xarini qilib ko'p bas Abdulloh. $600 Ha, $600 jinde xarini. Dastavkasi qanchasi? Dastavkasi farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylabdi. O'zbekiston bo'ylab qilib. Zo'r va O'zbekiston bo'ylab $600 xayri bor ekan, men bitta baraka qilib beraylik. Bor baraka. Endi biz misol uchun baraka qilib oldik demayapmiz. Shunchaki baraka qilib berilyapti. $600 o'z bilan kelishib olaverasizlar akalar. Xo'p. Qo'ydi zo'ridan mana. Bu bo'ldimi, qo'y qolmadimi aka? Ha, tuyadi Abdulloh. Qo'y qolmabdi akalar. Qilamiz. To'g'risi ertaga syomka chiqaramiz. Kanaldan uzoqlashmanglar. Bittadan like post 5 chiqmasin. Manzarani o'zi eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex lolda Qambarali optim chakamiz xonadonida syomka qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.